Hozirda sal bir shar'iy tushunchasi bo'lsa, boshqa internetga chiqib ketib, boshqani ig'vo qilish, boshqa bilan shug'ullanib qo'yinglar. Masalan, men shaxsan keladigan bo'lsa, shu YouTube'lardan chiqishni tirik umr istamayman. Menga nima kerak? Bosh og'riq, boshqa narsalar. Bor o'zini shug'ullanadigan nimalari, toifalari va insonlari bor. Shuning uchun ham endi hozir majburiy holatda chiqdim. Vatanga bo'lgan muhabbat, Allohga bo'lgan muhabbatni bir belgi sifatida menga bu chiqishlarda layk ham, boshqasi ham, marhamati ham, podpiskasi ham kerak emas. Hech narsa. Bitta Robbimni jamoli bo'lsa bo'ldi. Hatto Robbimdan masalan shuncha ko'p gunoh vaqtida qilganmani so'ppa emasman. Shuning uchun ham tavba tavba degan bilan ham o'zimni qalbim tinmaydi. Mayli jannatingni berma. Mayli o'shani ham malik qilma. Robbim bir jamolingni ko'rsatasan bo'ldim. Men mard o'g'lingman. Qildimmi yarasha jazomni olay. Do'zaxdami, boshqadami. Lekin bir jamolingni ko'rsatay. Bir jamolingni ko'rsatasan, qanday bir zotsanki, masalan bir xayol surib o'tirgan narsamiz ham nima bo'ladi. Sen qanday bir qildingki, masalan bir deydi farishtalarni yaratib qo'ydingki, o'tira masalan magnit to'lqinlar deymiz, ko'zimizda ko'rinmaydi, lekin aslida mavjud aloqamizni bog'lab turibdi deb dedim. Shuning uchun ham bir umrimda masalan uning muhabbatiga, dunyoviy ilmlarni o'rganishga nima qildim. Aslida maktabda bir 10-sinfni ma'lumotim bor. Umr boqiy faqat uni o'rganishga bag'ishladim qo'limdan kelgancha. Hech bir nolimayman, Xudoga shukur. Ocham to'qqan bu dunyoda o'tadi. Hech bo'lmasa zarhol bir okeandan tomchi seni tushunay, seni bilay Robbim deb umrimni bag'ishladim. Bo'la 10 kunlabim, 15 kunlabim iztirob, xastalik hammasi, musibat hammasini ko'rdim. Sinov deydi. Sinov Allohni masalan sinovi Allohdan bo'ladi, u buyuk tanlagan insonlariga. Ikkinchisi u sinov bo'lmaydi. Keladigan musibatlar boshqalar u bizni qilig'imizga yarasha bir nimani eksang o'rasan deydi. Bir botmon qiliq qilsak, boshqa qilsak, tagin bir bolamizni boshqamizni moshina urib ketsa, bu ham Xudoning sinovida. O'zimizni yig'ishtiraylik, o'zimizdan izlaylik ayblarni. Sinov ikki toifa bo'ladi. Masalan, sinov bor, masalan jazoiy sinov bor. Allohni masalan o'ziga nazariy sinov, jazoiy va nazariy. Nazariy sinov, nazari tushgandan keyin o'sha narsalarga bardosh berarmikan? Kelajakda men har bir odam bir tashrifi bu dunyoda bir missiya deymiz, bir narsaga asoslangan bo'ladi. Shu nimani topshiriladigan missiyani bajara oladimi? Shu qo'ldan keladimi? Mani xizmatimni qiladimi? Mani ishonchimni oqlaydimi deb har bir nazariga tutar ekan. Bolasini ham olib ko'radi, nazari shu hammasini ko'rdi. Xuddi Ibrohim Halilullohdek, masalan Yahyo alayhissalomdek, Muso alayhissalomdek payg'ambarimizni sollallohu alayhi vasallamni masalan 7 farzandi bo'lganlar, hammalaring bilasizlar. Nima u kishida qalbi yo'qmi? Hammasiga Alloh o'zingga shukr degan. Faqatgina men shu beradigan, menga bergan ishonchimni zarra oqlab olamanmikan degan maqsad bilan yashagan. Xullas kalom, gap tamom deymiz. Qo'ying bunaqa g'iybatlarga. Inoqqina bir kunlik dunyoda, o'tar dunyoda inoqqina mehr muhabbat bilan g'iybatlarsiz, boshqasiz yashaylik. Har bir vatanni masalan qiyinchiliklarda hamroh bo'laylik. Yoshlarimizga oldin ibrat bo'laylik. Bu bunday deb oldin o'zing tur, soqolni qo'yamiz, mo'ylabni qo'yamizda, bu yoqda ko'zimiz o'zimiz yuradi yoki to'yxonalarga borib, aroqxonalarda ichida bayat qilib turib pul olamiz. Unaqalarni xil gapirib bo'lmaydigan holatda bo'lib o'tiribdi. Chiqsa internetlarda bulbulday sayraydi. Birovlar tushunmagan odamlar ta'ziyasiga chaqirsa, yugurib keladidagi shu $1000 pulini olib ketadi ta'ziyadan, o'zi musibatda yig'laganlardan. Endi gapirsa gapchi masalan diniy shariatdan ko'p. Shuning uchun Qur'oni Karimda magaram bizlar isloh qiluvchilarmiz, aslida ular buzg'unchilardir deyapti.
bir kunlari og'ziga qaynoq yeringlar qo'yar, kunlaring bor deb. Shuning uchun ham 5 barmoq birday emas. Endi ikkitasini shunaqani ko'rib olib turib, hamma shariati olimlariga, ulamolarga, mustaqil darajada insonlarga bu fikrlarni qaratmangizlar. Jamiyatni ichida ham har xil insonlar yuribdi, darveshlar yuribdi. Duo qilib turib dunyoni masalan adolatini, dunyoni tinchligini so'rayotgan insonlar bor, gadoy darveshlar. U dunyoni masalan hech qanday qizig'i yo'q bu dunyoni. Faqat shu tashrifini, holatini bajarsa, qo'lidan kelgancha Allohning izni irodasi bilan shu. Azizlarim, sizga mana shu muborak kunlarda hammalaringizga tinchlik, xotirjamlik tilayman. Allohning izni irodasi bilan yetmagan orzu niyatlaringizga yetingizlar. Gapirsa gap tugamaydi. Shuning uchun ham iltimos chetdagilar ham baribir sizlar ham zamondosh birodarsizlar. Qo'yingizlar Allohni masalan haqqi hurmati har xil g'iybatni qo'yingizlar. Ozgina Allohdan mana kelajakka duo qilingizlar. Bu nima topasizlar? Sharafmi, maqtanibmi, o'zlaringni ko'rsatmoqchi bo'lib, kimliklaringni bildirmoqchisanmi? Kimligingiz bilinsa, u yerda azobingiz qattiq bo'ladi. Kerak emas. Oddiy tuzumdan suvga shukr qilib yashab, ibodatingiz tanho o'zingiz uchun. Mana bu qilayotgan narsalarimiz xalq uchun bo'ladi. Buning darajati, buning ajri katta xalq uchun qiladigan narsalarni. Shulardan sizlarni ham chetdagilarni tinchdan urushni, ig'voni, g'iybatni, bunaqa narsalarni orqasidan pul topishlarini yig'ishtiringizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.